Ko'pchilik baliq kasal bo'lganda dori izlaydi. Lekin ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kasalliklarning asosiy sababi noto'g'ri parvarish va suv sifati. Profilaktika bu nafaqat arzon, balki biologik jihatdan eng to'g'ri yondashuv. Suv sifati asosiy omil. Baliq organizmi suv muhitiga to'liq bog'liq. Azot sikli akvarium biologiyasining asosi. Baliq chiqindi chiqaradi. Chiqindida ammiak bakteriyalar ta'sirida nitratga aylanadi. Ilmiy faktni oladigan bo'lsak, ammiak miqdori 1 litr suvda 0,02 mg yuqori bo'ladigan bo'lsa, jabralasi shikastlanadi. Nitrit qonda kislorod tashilishini bloklaydi. Ideal ko'rsatkichni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ammiak 1 litr suvda 0 mg, nitrit 0 mg, nitrat esa 20 mg dan kam miqdorda bo'lishi kerak. pH ni sharoitga qarab barqaror ushlab turish kerak. Profilaktika bu suvni muntazam test qilish va haftalik 20-30% akvarium suvini almashtirib turishdir. Harorat va immunitet. Baliqlar sovuqqonli organizm. Ularning immun tizimi to'liq haroratga bog'liq. Harorat keskin o'zgarsa, kortizol, ya'ni stress gormoni oshadi. Immun javobgarlik pasayadi. Zamburug' va bakteriyalar tez ko'paya boshlaydi. Suvdagi optimal tropik harorat 24 dan 28 gradusgacha. Barqarorlik immunitetning kalitidir. Stress ko'rinmas dushman. Stress fiziologik reaksiya. Sabablarini ko'rib chiqamiz. Zich joylashtirilgan baliq, mos kelmaydigan turlarning bitta akvariumda bo'lishi, shovqin, tez ko'chirilish, stress, immunosupressiya va kasallik. Ilmiy izoh. Stress paytida baliqda himoya hujayralari faolligi kamayadi. Filtratsiya va biologik muhit. Biologik filtr foydali bakteriyalar koloniyasi. Ular azotni zararsizlantiradi. Filtrni xlorli suvda yuvish bakteriyalarni o'ldiradi. Natija ammiak keskin oshib ketishiga sababchi bo'ladi. Profilaktika filtrni akvarium suvida yuvish, yetarli miqdorda kislorod berish, hajmga mos filtr o'rnatish. Karantin bu professionallar qoidasi. Ko'p kasalliklar tashuvchilar orqali kiradi. Yangi baliqni 7 kundan 14 kungacha alohida kuzatilishi shart. Bu davrda oqartirilgan suv emas, stresssiz muhit va belgilarni kuzatish muhimdir. Karantin qilinmasa, butun akvarium xavf ostida qoladi. Xulosa, profilaktika biologik muvozanatni saqlaydi. Dori vaqtinchalik yechim xolos. To'g'ri parvarish esa doimiy himoya. Sog'lom baliq, toza suv, barqaror harorat. Agar siz baliqchilikni professional darajada qilishni istasangiz, avvalo biologiyani tushuning. Profilaktika eng yaxshi davo.